Men aytmoqchimanki, bir xil odamlar noshukrlik qiladi. Lekin odamlar ishlasa, 3-4 so'm puli bor. Masalan, ikkita nonga yetadigan puli bor bo'lsa, hech kim och qolmaydi bu dunyoda. Lekin faqat dangasalar chiqmasdan yo'q deb o'tirishadi. Bunaqa qilish kerak emas. Lekin men lekin anaqa qattiq gapirayotganim haqqim yo'q, qattiq gapirish. Hozir mana boshqa yurtlarda qanchalik anaqalar bo'lib turibdi. O'sha hozirgi tinch hayotimizga shukur qilib yashashimiz kerak. Bizda ko'p qiyinchilik ko'rgan odamlar bor, boshidan o'tkazgan odamlar bor. Ular qadrini biladi. Mana hozir yaxshi hayotda yashab yuribmiz. Oyoq qo'lingiz bitimni ishlab turib, 4 so'mdan topish mumkin masalan bor. Ana qilmanglar, noshukrlik qilmanglar. Yurtimiz tinchmi, shunga xursand bo'linglar. Chegaramizni mustahkamlab, chegaralarimizni savlatimizni to'g'rilab turibdi. Dunyoda nima bo'layotganini hozir ko'ryapsizlar. Rahmat o'shalarga ham yurtma yurt kezib, bizani deb anaqa qilib yuribdilar, lekin to'g'risi xudoligini aytish kerak. O'sha uchun tinch o'tiribsanmi, tinch uxlayapsanmi, eson-omon bola chaqang bilan yuribsanmi, parklarda aylanib, ertalab turganingda ko'ryapsan quyoshlarni, o'shanga shukur qilish. Allohga shukur. Bizani tinchligimizga Allohga shukur. O'zbekiston hech bitta O'zbekiston bitta anaqaga o'lkasiga to'g'ri kelmaydi. Biza bittamiz, biza O'zbekistondan faxrlanaman. O'zbekistonim meni haqiqatan vatanim. Katta bo'lganmiz, qara qilib vatanimiz. Vatan bizani vatanimiz. Biz hech qachon boshqa yurtga borib ishlamaymiz. Bashta ikkita nonga pul topsak ham bashta yashab yuraveramiz. Shu yerda bo'lib ketaveramiz keyin. Mana ko'ryapsizlar, Turkiyada hozir yer qimirlayapti. Har kuni yer qimirlaydi. Bechora odamlar uxlab turolmaydi, turadi, yiqiladimi, yiqilmaydimi? Shukur qilish kerak. Mana namoz. Allohga miqatlar shukurlar. Hoji akalarimiz, hoji onalarimiz namoz o'qib turishibdimi biz uchun ham. Shunga shukur qilish kerak. Rahmat o'shalarga. O'sha uchun yer tutib turibdi. Yer qimirlamayapti. Boshqa narsa to'fon bo'lmayapti. Agar odamlar qaysi biri to'q bo'lsa, обязательно hozir yordam berib turish kerak. Mana Xudo xolisa Qurbon ham kelyapti. Qurbon hayitmi Nozima opa? Hammalarni Qurbon hayitini tabriklaymiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Salomatlik, yana yurishib o'ynab kulib yuring. Amin Alloh akbar. Hammamiz. Xatorimizdan xato bo'lmaydik. Bizlarni prezidentimizga tinchlik bersin. Butun ustidagi odam ishlayotganlariga rahmat. Men O'zbekiston bilan faxrlanaman. Nima deysiz Nozima opa? Ishlayotgan askarlarimizga ham rahmat. Hammasiga rahmat. Yurtboshimizga rahmat.